Tayyormisiz? Tayyorman. Ajoyib. Bu odamni sizga kim bo'ladi? O'rtog'im. Ajoyib. Bu insonning mashhur gaplari. Kallangiz. Men seni ko'ryapman. Ajoyib. Bu odam bilan qanaqadir biznes qilmoqchi bo'lsangiz, nima biznes qilgan bo'lardingiz? O'g'irlik. Ay bola, obaki dondan yeb. Bizni aravada sayr qilish xohlamaysanmi? Bu insonni qaysi jihati sizga ko'proq yoqadi? Yolg'onchiligi. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Bu inson sizdan qarzi bormi? Bankka sig'mas darajada. Amirjon, siz ukajonim, siz ozgina miyangizni bir o'q temir boshingiz bilan urushib qolganmisiz? Ajoyib. Bu inson bilan nima haqida orzu qilgan bo'lardingiz? Faqat chetga ketish haqida. Ohayo shtatiga kirib keldik. Bu yerda Odam bilan qayerga sayohat qilishni xohlaysiz? O'zbekistonda tashqari bu joyga. Beraka o'zim ukam bu. Shu bola 50 ming beraylik ketdi, yaxshi ishdan olsin. Ajoyib. Bemalol rasmni ko'rishingiz mumkin. o'tib ketolmadim, bitta like bosavering.